G'alabalar bilan tabriklaymiz. O'yin haqida o'z fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. O'yin haqida gapirmoqchiman. Biz gapirmoqchi emasman. Bugun barcha bugun oldingi o'yinlarda biz ochko yig'ishda davom etyapmiz. Biz uchun eng muhimi shu. O'yinlar bilasizlar, esdan chiqadi. Qisman aytib o'tib o'tishim mumkin. Xorazm jamoasi o'sha kuchi bor paytgacha biz bilan yaxshi qarshilik ko'rsatib, vaziyatlar ham yaratib turdi. Ikkinchi bo'limda Xorazm jamoasida ham to'liq ishlar bo'lgandan keyin bizda ko'proq momentlar bo'ldi, vaziyatlar. Bundan menimcha unumli foydalanib, qayerdadir foydalanmasdan aytganimdek uchrashgani qo'lga kiritdik. Bundan juda ham xursandmiz. Barcha muxlislarni bugun g'alaba bilan tabriklaymiz. Rahmat, savollar bo'lsa. Rahmat. Bugun legionerlarning ikkalasini ham boshqa tahlildan qaytarib oldik. Bu muhim o'yin bilan bog'liqmi yo shunga Qaysi legioner? Yo'q, ikkalasini ham zaxiraga olganim bugungi o'yinda ularning yordami kam bo'ldi. O'sha uchun biz zaxiraga oldik. Biz hujumga e'tibor qaratishimiz kerak edi, faolroq bo'lishimiz kerak edi. Biz g'alabani olib ketishimiz kerak edi. O'sha uchun ikkovi ham passiv bo'lgani uchun bugun ularni zaxiraga oldik. Eshmurodov oxirgi o'yinlarda barcha o'yinlarda to'liq harakat qilyapti, maksimal harakat qilyapti. Bugungi o'yinda unga dam berishga qaror qilgan edik, lekin oxirida majbur bo'ldik biz uni qo'yishga. Bugungi g'alaba bilan tabriklaymiz. Mana WhatsAppga transfer qilsa o'sha gaplar. 3 ta milliy ligada o'yinchi olgan. Shunday 3 ta. Shular biladiruncha komandaga qo'shib ketganlar, yo'qroq bir sabab bor. Nasaf jamoasi bu oson jamoa emas, katta jamoa, legionerlar haqida. Biz oldin ham bu haqida gapirdik-ku, ko'zlagan legionerlarimiz ololmaganimizdan keyin ularni olishga majbur bo'lgan edik. Yana ikkitasida og'ir jarohat bor. Yusufda bugun jamoaga uncha yordami tegmadi. Qisqa qilib shunday javob berishimiz mumkin. Savollar bo'lmasa, Al-Hilol bilan bo'ladigan o'yinga. Al-Hilol bilan bo'ladigan o'yinga. Barchani ko'rinayotgan tayyorgarlik jamoani qay tarzda o'rganyapsiz? avvalo barchani shu o'yinga taklif qilib qolamiz. Kuchli raqibga qarshi o'ynaymiz. Yulduzlar keladi. Bu jamoa juda mahoratli futbolchilarga ega bo'lgan jamoa. Natija qanaqa bo'lishini bilmayman, lekin yigitlarni o'sha o'yinga chiqib kurashishga tayyorlaymiz. Ruhiy tarafdan, o'sha jismoniy tarafdan yigitlarni birinchi navbatda hozir tiklashimiz kerak, o'sha jismoniy tarafdan holatini yaxshilashimiz uchun. O'yinda albatta biz o'ylaymanki 12 ta bo'lib harakat qilamiz. Buni juda ham xohlaymiz. Bizda har jabhada stadionga kelib qo'llashini yoki ijtimoiy tarmoqlarda jamoamiz o'yinchilarini qo'llashini juda ham bunga biz muhtojmiz, chunki bekorga aytishmaydi, ular haqiqiy o'sha ruhiy tarafdan ham motivatsiya berishi mumkin, stadionga kelib qo'llaganida bu katta madad bo'lishi mumkin. O'sha uchun biz birgalashib kuchli raqibga qarshi kurashamiz. Jamoaning guruhda imkoniyatini qanday baholaysiz? U hali bungacha ancha erta, endi boshlandi. Biz to'g'risi endi ko'proq chempionatga e'tibor qaratganmiz, lekin u yoqda ham o'z maqsadimiz bor. Dragan Cheran o'yinlarida oxirgi o'yinlarda shu og'irlik kuzatiladi. Bu yosh bilan bog'liqmi yo o'tgan holatmi? Dragan Cheran, bilasizlar, u ham barcha o'yinlarda harakat qilyapti-yu, lekin o'sha kechagi og'ir o'yinda Qizilqumda ham o'ynagandan keyin o'sha jismoniy holati baribir qayerdadir svejis bo'lmasligi mumkin. Shunga qaramasdan vaziyat yaratishda, o'sha hujumlarni boshlashda faol bo'lyapti. Biz oldin ham aytgan edik, shu narsa uchun u taklif qilingan deb. Menimcha birinchi golda ham Sharofga yaxshi uzatma oshirdi. Boshqa vaziyatlarni, Husaynning vaziyatlarida yaxshi qatnashdi. Shuning uchun jamoaga foydasi tegyapti. Rahmat, katta rahmat.